Assalomu alaykum qadrli partiyadoshlar va aziz yurtdoshlar. O'zbekiston Ekologik partiyasi faoliyatiga oid eng muhim va sara yangiliklar bilan haftalik dayjestimiz orqali tanishing. Hafta davomida Xorvatiya Respublikasi parlamentining Konstitutsiya, Reglament va siyosiy tizim qo'mitasi raisi Ivan Malenica boshchiligidagi delegatsiya yurtimizda bo'lib turibdi. Mehmonlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Adliya vazirligi, Konstitutsiyaviy sud hamda Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyati bilan tanishdi. Partiyamiz markaziy kengashi raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiyamiz fraksiyasi rahbari Abdushukur Hamzayev ishtirokida o'tgan uchrashuvlarda parlamentlararo aloqalarni mustahkamlash, huquqiy islohotlar borasidagi tajriba almashish va hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish masalalari muhokama qilindi. 16 fevral kuni Qonunchilik palatasidagi partiyamiz fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Partiyamiz deputatlari ekologik tamoyillarni mahalliy boshqaruv tizimiga yanada chuqurroq joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. 17 fevral kuni partiyamiz tomonidan tashkil etilgan Olam munozara klubining ekologik madaniyat oiladan boshlanadi mavzusidagi sessiyasi o'tkazildi. Unda oilada ekologik tarbiyani shakllantirish, farzandlar qalbida tabiatga ehtirom tuyg'usini singdirish va barqaror turmush tarziga o'tish yo'llari haqida mazmunli fikrlar bildirildi. 18 fevral kuni Toshkent shahrida Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi? Respublika ko'rik tanlovining shahar bosqichi bo'lib o'tdi. 12 ta tuman g'olib jamoalari huquqiy bilimlari, jamoaviy chiqishlari va sahna ko'rinishlari orqali o'zaro bellashdilar. Shu kuni partiyamiz markaziy kengashida ilm-fan va tabiat muhofazasi, olimma ayollarning barqaror taraqqiyotga hissasi mavzusida ma'rifiy amaliy tadbir o'tkazilib, olimma ayollarning ilm-fan va ekologik taraqqiyotdagi o'rni to'g'risida o'zaro fikr almashildi. 19 fevral kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Farg'ona viloyat kengashi tashabbusi bilan Biz inson va tabiat uyg'unligi tarafdorimiz shiori ostida keng ko'lamli ekologik aksiya o'tkazildi. Mahallalar obodonlashtirildi, ariq va yo'laklar tozalandi, noqonuniy chiqindixonalar aniqlanib, bartaraf etildi. Shu kuni Olmazor tumanida maktab o'quvchilari uchun profilaktik tibbiy ko'rik tashkil etildi. Andijonda esa partiya faollari uchun o'quv seminari o'tkazildi. 20 fevral kuni partiya poytaxt tashkiloti va Xalqaro orolni qutqarish jamg'armasi agentligi rahbariyati o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Orol bo'yida amalga oshirilayotgan loyihalar, iqlim o'zgarishi oqibatlari va Toshkent shahridagi ekologik muammolarni innovatsion yondashuvlar asosida hal etish masalalari atroflicha muhokama qilindi. O'tgan haftaning eng muhim yangiliklaridan yana biri Jizzax viloyat hokimi Mustafoyev Ulug'bek Mavlonovichning O'zbekiston Ekologik partiyasidan xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi deputati etib saylangani bo'ldi. Ulug'bek Mavlonovichning deputatlik faoliyatida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Qadrli kuzatuvchilar, ekologiya bu faqat tabiatni muhofaza qilish emas, balki kelajak avlod oldidagi mas'uliyat hisoblanadi. Biz bilan birga bo'ling, yashil kelajakni birgalikda quramiz.